Uyga nержавейкаdan baryel qilish nech pulga tushyapti? Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hammalaring sog' salomatmisizlar? Xo'p, qadrdonlar, sizlarga tungi fondan ham tashqari xonadonlarga qiziq bo'lishlik uchun mana shunaqa informatsiyalarda, ya'niki nech pulga tushyapti, masalan, baryel qilish ya boshqa narsalar informatsiyasini berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum yana bir bor qadrdonlar. Xonadonga mana shunaqa nержавейкаdan baryel qilish nech pul bo'lyapti? Xo'p, qadrdonlar, mana shu ko'rib turgan fasoninglarni bizga 320 ming so'mdan qilib berishdi ustakalarimiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu faqat ustuni alohida bo'lar ekan. Mana bu ustuni alohida bo'lar ekan do'stlar. Buni har xillari bor ekan, o'zingiz tanlashingizga qarab qilishib beraverar ekan. Xo'p, kimga shu nержавейка baryel fasoni yoqdi? Hech qanaqa bu yerda majmai holat yo'q. Buni shaxsan o'zimning uyimga qilgizganman do'stlar. Ko'ryapsizlar? Xudo xolasa juda ham skromniy holatda chiqqan. 320 ming so'mga metr arziydimi, arzimaydimi shu nержавейка baryellarimiz do'stlar? O'z fikringizni kommentariyada yozib ketasizlar. Xo'p. Bu joyga mana do'stlar, общий uzunligi 20 metrdan uzunroq joyga qilganmiz. Metr 320 ming so'mdan arziydimi shu baryellarimiz, nержавейка baryellarimiz? Xudo xolasa juda ham go'zal bo'lgan. Videomiz agar sizlarga manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib, kommentariyaga o'zingizlarning fikringizni qoldirib ketinglar. Bizni kuzatib borayotgan hammalaringga rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, qadrdonlar, omon bo'linglar. Rahmat.